$64.900, 4 xona 125,5 kvadrat. Umumiy maydoni 125,5 kvadrat bo'lgan, kadastrlari chiqib turgan, voyennalar uchun maxsus qurilgan, g'ishli, tayyor kirib yashaydigan 125,5 kvadratli 4 xonali kvartiramizni arzon narx kanalida kvadratiga $519 dan, ya'ni $64.900 ga obzor qilib beramiz. Podyezdni ko'rishlaringiz mumkin. Ikkita ona qo'shnilari bor, kattakon podyezd. Podyezd eshigimizdan kirganimizda katta prixoshka. Ko'pchilik bu yerda choy ichib o'tiradilar. Birinchi xona oshxona, ikkinchi xona umumiy sanuzellar, ikkidan ajralgan va 3 va 4 xonadonlardan iborat. Kirganimizda udvoyni, ya'ni kattakon zal, mana ko'rishlaringiz mumkin. Ikkita derazalar bor. Bemalol buni ikkiga bo'lib alohida xona qilib ajratsalaringiz ham bo'ladi. Emulsiya qilingan, ya'ni go's remont deyiladi, ya'ni ko'chib kirishingizga tayyor bo'lgan kvartira. Undan o'tganimizda kattakon oshxonasi, dvukotterniy kotyol kelib turibdi, ishlab turibdi, gazi kelib turibdi, sovuq suv elektrlari bor. Qo'shnilar ko'chib kirib yashab yotishibdi. Bitta balkoni bor, taxminan 1.20 ga 3 metrli balkoni hisoblanadi. Ikkinchi xonasi ota-onalar yotoqxonasi sifatida deb ishlatadigan bo'lsak, ikkinchi xonasi. Sanuzellari alohida, hojatxonasi, bu yerda ham ikkita rakvina bor umumiy. Uchinchi xonasi qiz bolalar alohida, o'g'il bolalar alohida qilib qo'ysalaringiz bo'ladi yotoqxona qilib. Bu 4-xonasi hisoblanadi. Mana umumiy prixoshkaning ko'rinishi. Bu yerdan bitta alohida xona bo'lib yotibdi. Ko'pchilik televizor osib ovqatlanadigan zona qilib qo'yadi. Faqat naqdga sotiladi, ustida ozgina o'tib beradigan joylari bor. Kvadratiga $519 dan so'ralyapti. $64.900, 4 xona 125,5 kvadrat. G'ishli dom, skvozniy planirovka, hujjatlari hammasi joyida, ipoteka, kredit hech qanaqa qarzlari yo'q. Faqat naqdga sotiladi. Ulgurib qolingizlar, pastdan nomerga aloqa qilib ko'rasizlar. Lokatsiyasi Chilonzor liniyasining oxirgi Chinor metro bekatidan taxminan 4 stanovkalik yo'lda betonkadan o'tganda joyda joylashgan. Bu yerda sokin makon loyihasiga 47 ga yaqin dom tushyapti, yangi kvartal qurilyapti. Maktab, bog'cha hammasi ichida bo'ladi.